So'nggi vaqtlarda mamlakatimizda uyushgan jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurash doirasida keng ko'lamli tezkor tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligidagi navbatdagi maxsus tezkor tadbir davomida Toshkent shahri Chilonzor tuman hududida sportning jangovar turlari bilan shug'ullanuvchi bezorilar qo'lga olindi. Aholi tinchligini buzib, fuqarolarga tan jarohati yetkazish, bezorlik harakatlarini sodir etib, ko'cha usullari orqali turli masalalarga noqonuniy aralashib kelgan bu uyushgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Guruh yetakchisi Chorshambiyev Kamoliddin 1994-yilda tug'ilgan. Jinoiy sheriklari Begmatov Asadulla, laqabi Sayan 1995-yilda tug'ilgan. Muqaddam Jinoyat kodeksining 104 va 277-moddalari bilan sudlangan. Jinoiy harakatlardan xulosa chiqarmagan yana bir hamtovog'i Jo'rayev O'rol 1989-yilda tug'ilgan. Muqaddam Jinoyat kodeksining 137, 164, 169, 267-moddalari bilan sudlangan. Parmonov Husniddin 1989-yilda tug'ilgan. Ular birgalikda uyushgan jinoiy guruh shakllantirib, turli xil ko'rinishda tovlamachilik sodir etib kelgan. Bir holatda qarz oldi berdisi bor fuqaro oldiga jinoiy to'da bilan sport zaliga kelib, qarz miqdorini sun'iy oshirgan holda 10 ming AQSh dollari qarzi uchun muddati kechikkani evaziga 35 ming AQSh dollari qaytarishga majbur qilib, urib do'pposlab tan jarohati yetkazadi. Mazkur jinoiy sheriklar saflarini ko'cha bezorlari bilan kengaytirib, doimiy tarzda qarzdor fuqarolarni qarzini 5-10 baravar sun'iy ko'paytirib, uyda, ko'chada, ishxonasida urib tan jarohati yetkazib qo'rqitib kelgan. Yana bir holatda guruh yetakchisi Chorshambiyev sheriklari bilan birgalikda qarz olgan 4 ming AQSh dollaridan qolgan 2 ming AQSh dollarini qaytara olmay yurgan fuqaroni hushini yo'qotguniga qadar butun tanasiga tan jarohati yetkazib, urib do'pposlab, pichoq bilan qo'rqitib, yaqinlariga nisbatan zo'ravonlik qilish bilan tahdid qilgan. Qanchadan qancha fuqarolarga zo'rlik ishlatishdagi bu kabi holatlar doimiy sodir etib kelingan. Yana bir holatda ikki fuqaro qarzini kechiktirgani uchun ikkisini ham uyi oldida urib tan jarohati yetkazishgan. Jabrlanuvchilar holsiz yiqilib qolganda ham jinoiy harakatini davom ettirib qattiq zarbalar berishadi. Ularni kaltaklab, pichoq bilan qo'rqitgan holda oila a'zolariga nisbatan zo'ravonlik ishlatish bilan tahdid qilgan. Shu orqali boshqa bir shaxsning qarzi sifatida ko'rsatilgan 10 ming AQSh dollari mablag'ini foizlar bilan birga 16 ming AQSh dollari qilib qaytarishni talab qiladi. Shu vaqtga qadar jabrlanuvchilarga tegishli 2 avtomashinani ham olib qo'yishgan. Eng achinarlisi, bu bezorlar jabrlanuvchilarni huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilmasligi zarurligini aytib, ularning hayoti va farzandlariga nisbatan ham tahdidlar qilib kelgan. O'tkazilgan tezkor tadbir natijasida guruhning barcha a'zolari qo'lga olinib, ularning jinoiy faoliyatiga chek qo'yildi. Shu kabi bir qancha jinoiy harakatlarni sodir etib kelgan uyushgan guruh a'zolariga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, 2-qismi I bandi bilan hamda 165-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olingan. Hurmatli fuqarolar, agar ushbu shaxslar yoki ularning sheriklari tomonidan sizga nisbatan tovlamachilik, tahdid, zo'ravonlik yoki boshqa jinoiy harakatlar sodir etilgan bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qilishingizni so'raymiz. Qonun ustuvorligi ta'minlangan jamiyatda hech bir murojaat e'tibordan chetda qolmaydi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan uyushgan jinoyatchilik, tovlamachilik, bezorlik va fuqarolarning tinch hayotiga tahdid soluvchi har qanday noqonuniy harakatlarga qarshi qat'iy choralar ko'rilishi davom ettirilmoqda.